Boqish jarayoni qanday bo'lishi kerak? Quyonchalar ko'payishda-ku, ha? Mayli, akamiz lekin aytib o'tib ketdilar. Bo'ldi 24 soat yem turaversin. Qizg'anishi yo'q, polni tushuntiradilar. Buni har kun yuviladi. U odam xabari yo'q, oldi, tezroq o'ssin deb ovqatni qo'yib beraveradi. U qorin ish kaktizios kasali kelib chiqadi. Assalomu alaykum. Qadrli ishqibozlar, salomatmisizlar? Navbatdagi katta ob'yemda burgun boqiladigan go'sht yo'nalishida boqiladigan burgun fermaga keldik. Bu video ham sizlar uchun juda ham qiziqarli bo'ladi degan umiddaman. Qani, asta kirib boramiz. Aka, fermaga baraka, fermaga baraka. Kelinglar, xush kelibsizlar. Akajon, fermangizga Alloh barakasini bersin. Quyonchalar ko'payishda-ku. Rahmat, rahmat. Biz ham bizlarni yangi quyon ishqibozlari, misol uchun direktimizda o'zimizga ham ko'p savollar bilan chiqishadi. Aksariyatlari hattoki mana shunaqangi zotli quyonlar O'zbekistonda bor ekanligi haqida ma'lumotga ega emaslar. Oddiy velikani bilishadi, jaydarini bilishadi. Bunaqangi yo'nalishdagi quyonlar bor ekanligi haqida ma'lumotga ega emaslar. Bu siz bo'lsa necha yil oldin boshladingiz mana shu burgund sohasi bo'yicha ishlashni? Burgunni o'zida 22-yildan beri. 22-yildan beri. 22-yildan beri. Buni o'zim oddiy shu hovlida navestiyda boqib ko'rdim. 3 yil sinovdan o'tdi. Bu ham go'sht yo'nalishida, frantsuzskiy parodi go'sht yo'nalishida. Suvga ham chidamli ekan, kasalga ham chidamli. Bozori ham chaqqon, tez ham yetilar ekan. Ha, tez ham yetilar ekan. 4 oyda urg'ochilar yetilyapti, erkaklar 5 oyda. Ularni go'sht berish ko'rsatkichi, misol uchun bir xil flandr boqishadi, boshqa boqishadi. Lekin solishtirilganda ular anchagina go'sht berish ko'rsatkichi yuqori darajada ekan. Lekin degan tamoni ham bor ekan. Agar hech qachon kamdan kam holatlarda go'shtga sotiladi, lekin ayni O'zbekiston hududida savdosi juda chaqqon. Zotga ko'proq ketyapti, zotga ketyapti. Endi go'shtga keladigan bo'lsak, 90 kunligi eng kam 1 kilo 200 boqisha olmasa agar. Eng ko'p olgani men 1 kilo 800 chiqdi. Bu sredniy 1,5 kilo hisoblayverasiz. Ha, 1,5 kilo vazn bu 90 kunlik bo'lganda so'yiladi. Ha, so'yilgan shu 1,5 kilo berish kerak. Ha, 1,5 kilo go'sht berish kerak. Suyagi bilan shu kalla teridan, ichki tashqari. Tug'ildi, shu tug'ilgan sanada hisoblanadi. 90 kun bo'ldi. Hozir jami nechta ona quyonimiz bor ishlashga tayyor? Ona quyon ishlayotgani 40 tadan oshuv. Ha, 40 tadan oshuv ishlayotgani. Bu erkak yoqda erkaklar mana. Bu yerda faqat erkaklar. U yoq tomon ishlayotgan otalar o'sha. Mana bu yerda ham 2 dona bor erkak. Mana bu 2 dona erkak shu. Bularni ham xuddi mana bu ularga o'xshab liniyalari bormi har xil? Bittasi Maryak liniya deydi yoki boshqa deydi. Slovakiya liniya deydi. Endi hozir ular kirmayapti. Shu o'zimizda mahalliylashib ketgan. O'shandan qolganlar ham bor. Mana buni Qozog'istondan olib keldim misolman. Ha. Qozog'istondan kelgan bu. Qozog'istonga ko'pga berishdi buni. Shu olib keladigan odamlar bor, o'sha olib kelib berishdi. O'shani men oluvdim. Ikkita erkagini, anta bitta bor yana erkagi. Okaxon urg'ochilarni olib, men erkaklarni oluvdim. Endi men ko'proq erkak sotib olaman, qon alishtirish uchun. Bitta qon bo'lmasin deb. Urg'och o'zimdan chiqaveradi. Mana ishlayotganlari ham bor. Xo'sh. Kamerani olib kelamiz. Qadrli quyon ishqibozlari, ko'rib turganlaringizdek, mana bu yerda karmushka, ovqat yeydigan joychasi, payolkasi mana shu shlang orqali keladi. Hali u shlang orqali suv ichish moslamasi, ichidan suv ichiladi. Bu yer esa raddon xonasi. Bu yerga tug'adi. Ko'p miflar bor. Quyon bolasiga qarasa, quyon bolasini yeb qo'yadi, ushlasa yeb qo'yadi. Agarda mana shunaqangi yaxshi jihozlangan kletkalarda boqilsa agar, xavfsizlik chora-tadbirlari to'liqligicha qo'llanilsa, mana shunaqangi ko'ngilsiz hodisalar ro'y bermaydi. Misol uchun bolasiga qarayotgan, tug'ayotgan vaqtda ba'zi o'rinlari nobud bo'lishi mumkin yoki salma bo'lishingiz mumkin. Yopib qo'ysangiz aka bemalol ekanda. Shu ferma yo'nalishida bu. Bir kunda bir mahal tekshirib turish kerak baribir. Ona boqyaptimi yo'qmi, emizyaptimi yo'qmi, o'ligi bormi yo'qmi, hamma narsa bo'lishi mumkin-da. O'sha mahalni yopasiz, tekshirib olasiz, yana ochib qo'yaverasiz. Bularni burgund quyonlar bir yilda necha marta bola olsa bo'ladi va nechtagacha? O'rtacha hisobda. Misol uchun 6 tadan 13 tagacha deb hisoblasak, uni o'rtachasi. Keyin bir yilga necha marta? Men o'zim 5 marta olaman bir yilda. 5 marta zo'r natija. 5 marta bir yilda 6-7 marta ham deb aytishyapti. Men o'zim 5 marta olaman. Eng kami 3 ta dona tug'di, eng ko'pi 14 ta. Bu sredniy 8 ta 10 ta.
Shu zo'r mana shu. Bola ham maydalashmaydi, yaxshi boqadi. Hozir siz misol uchun bir partiya qochirishda hammasi tabiiy qochiriladi-da, sun'iy emas. Yo'q, Tabiiy yo'q, menda qochiriladi. sun'iy yo'q. Sun'iy yo'q, hammasi tabiiy. Mana shu misol uchun bir qo'yilgan raqam, mana 2 mana qozoq. Mana shular misol erkakning nomeri deymi? Ertaga bu indan misol urg'ochi olsam, bu indan unaqa. Bitta mahal bitta erkakga qo'shilmaydi hammasi. Shezut, он как-то monokteysiz uni mumkin. Xo'p. Misol uchun hozir sizdan quyon xarid qilish umidida bo'lgan mijozlar aloqaga chiqishadi. Aka, men quyon olishim kerak, ko'paytiraman, nasib inshaalloh deb aniq qilsa agar, bitta qon bo'lish xavfi bor. Misol uchun ko'p fermalarda yoki aniqlik yo'q. Bo'lib qolishi mumkin. Lekin sizni fermangizda ko'p turibman, yozilib turibdi. Boya aytganingizdek. Bu boshqa erkak quyon, bu boshqa erkak quyondan bo'lgan. Bu ikkita misol uchun bu yerda bolalar bormi o'zi? Bor. Oh, mashalloh. Uncha go'zal. To'q rangi bu. Oching, mana bunga kichkina. Qadrli quyon ishqibozlari, quyon olib daromad qilish umididamisizlar? Bozordan yoki o'zingiz tanimaydigan insonlardan quyon olishni tavsiya bermaymiz. O'z ishini mutaxassis, yuksak mutaxassis bo'lgan insonlardan quyon olsalaringiz agar, kelgusida uni ko'paytirish jarayoniga kerakli bo'lgan barcha maslahatlar, takliflar ustozlarimiz tomonidan beriladi. Va oddiygina elementarniy eng kerak bo'ladigan ish ikkita qoni boshqa qilib beriladi. Bitta qondan bo'lsa agar sifat buzilishi, kasalga moyilligi, o'smasligi, shunaqa brakovka chiqib kelaveradi-da. O'shanga shu boshidan o'ylanganda bu ferma qilingan, erkakni ko'paytirgan, o'shanga boshqa joydan yig'ilingan. Shu erkaklar ham bir-biriga begona. Hozirda misol uchun bu nechta erkak quyonlar ishlaydi endi bu yerda? Nechta erkak quyonlar? Bu yerda misol mana sredniy mana bitta qo'shganda 10 ta urg'ochini qo'shmoqchimanmi? 10 xil erkakga qo'shaman-da. 10 xil. Bir kunda misol harakat qilaman, bir kunda kamida 5 tasini qo'shgan. Bir kunda kamida 5 ta yoki 10 ta. Nimaga? Chiqqani bitta mahal tug'iladi hammasi. Ko'proq tug'ib qolsa qolasiz, yoki onasi bir bola bo'lib qolsa bunga qo'yasiz. Bar bittada sotish ham bittada chiqib beradi hammasi. Hammasi bittada chiqib beradi. Bir xil o'sadi. Siz kelib misol 10 ta quyon ber deb qolasiz. Yo, menda ertaga chiqadi, ertaga demayman, mana quyon bittada chiqib kelgan 50 ta 60 ta bitta partiyada misol. Yo, 100 ta chiqib beradi bitta partiyada. Mana mashalar ham bitta partiya misol. 45 kunliklar mana. Bir kun, 2 kun bo'lishi mumkin orasida. Farqi unaqa katta emas bularda farq. Bu yerdan urg'ochi olsam, bu yerdan erkak olaman dey mana. Boshqa. Bular hozir bitta gnizdon bolasi. Bu ikkinchi gniz. Bir-biriga aralashtirmayman. Tushunarli. Misol uchun men shuni agar mijoz bo'laroq sotib olmoqchi bo'lsam, bu yerdan erkak quyon, bu yerdan ayol quyon olsam ham bo'ladi. Bo'ladi. Hozirda sizga to'g'ridan-to'g'ri sotiladigan quyonlar bormi yoki hammasi bron bo'lib bo'lganmi? Hozir bor, unaqa ko'p emas. Ko'pi bron bo'lib bo'lgandi. Mana mashlardan ham 45 kunliklardan chiqishi mumkin. Bular ham endi 45 kundan o'zi o'tdi, 45 kunlikda berilyapti. To'liq 60 kunga to'lsa 60 kunlikda beriladi. Qadrli quyon ishqibozlari, mana ko'rib turibsizlar, quyonchalar kamdan-kam holatlarda bron bo'lmagan qoladi. Lekin aksariyat holatlarda bron. Nima uchun bron? Chunki bu yerda sifatga ishlaniladi. Bir kunda bir marta xikolga yoki bir marta boshqa quyonga yoki boshqa quyonga ishlatib buzilmaydi. Bu fermadan kim quyon olish umidida bo'lsa, bardavomlilik bilan kelajakda va shu sohadan foyda ko'raman degan umidda bo'lgan insonlar uchun sifatga e'tibor berishlarini so'rab qolamiz. Har qachon quyonni zotidan qat'iy nazar sifati zo'r bo'lsa, u quyon turidan qat'iy nazar narxi yaxshi bo'ladi deb eshitganman-da. To'g'ri, yomon quyon yo'q, hammasi yaxshi, faqat sifatli bo'lishi kerak. O'zini zotini ushlash kerak. Har bitta zot bor-ku. Hikol bo'lsa hikol, burgun bo'lsa burgun, flandr bo'lsa flandr. Bizda chachib tashishyapti, uni bunga yengillik chiqaraman, qon buzilib ketyapti. Buzilib ketyapti. Oqdan qora chiqib qolyapti, qoradan oq chiqib qolyapti. Shimochilik bo'lyapti. Endi hammasini o'zi Alloh mukammal yaratib qo'ygan-ku. O'zini zotiga qo'shgan ma'qul deb bilaman. Lekin boshqaga qo'shib qolsa, uni faqat go'shtga ishlatishgani yaxshi. Shuna. Bu yerda misol uchun na uni xikol deb bo'ladi, na burgund deb bo'ladi. Xikolni ham o'sha pokazateli buziladi, burgundniki ham buziladi. Shunchaki gibrid. Gibrid bo'ladi. Go'shtga yaxshi, go'shtga bo'ladi. Go'shtga yaxshi, lekin sifatga bo'lmaydi. Umuman talabga javob bermaydi. Hozirda sizga misol uchun mijozlarimiz bron qilishsa, misol uchun
qanday sotuv jarayoni qanday? Misol uchun alohida ayol quyon sotiladimi yoki alohida erkak quyon sotiladimi yoki para qilinib sotiladimi? Aksariyat holda jup qilib sotilinadi. Mana 2 oyligini oladigan bo'lsa, 2 oylik sotilinadi. Boshqa qon qilib beriladi. Bu 500 ming puliga kelsak, 2 oyligi jupi. Parasi Bitta erkak, bitta urg'ochi. Agar 45 kunligi bo'lsa, bu 400 ming. Buni ham parasi. Bitta erkak, bitta urg'ochi. Endi bu yerda boshqa bitta masala bor. Urg'ochi 4 oyda yetiladi, erkak 5 oyda-yu. Bir xilliga qilib beryapman. 2 oylik urg'ochiga 3 oylik erkak qilib beraman. Erkak 1 oy katta beryapman u yoqdagilardan. Boshqa qonlardan. O'shanda bu 600 ming. Ular lekin kundan yutadi. Kuniga qo'shaman deganligi shunaqa. Yo'q, men shoshmay 5-6 oylik qo'shaman desa, uni 2 oylik beryapman men. 2 oylik qilib beraman. Lekin alohida ham mana urg'ochi so'rab qolsa, shuni aytib o'tib ketay. Alohida urg'ochi bo'lsa, uni bir jup oldi, ya'ni bitta ikkita urg'ochi qo'sha olmoqchi. Unda 50 ming so'm qimmat. Mana bu o'zi 500 ming bo'ladimi? Ikkitasi 250 ming, 2 oyligi urg'ochi alohida bo'lsa, unda 300 ming soniga. Bunda bu 200 ming emas, 250 ming. Demak, bu holat tushunarli. Misol uchun kimdir quyon boqishdan ozgina bo'lsa ham ma'lumotga ega. Misol uchun yangi quyon boqiydiganlarga bolasidan tavsiya qilinadi-da hamma. Sizga o'xshagan misol uchun mutaxassislar bolasidan, chunki to katta bo'lgan jarayongacha uni o'zi bilib, parvarish qilib To'g'ri. yetkazadi. Lekin bitta ikkita akalarimiz tayyorlarni xohlashadi. Ko'pchilik tayyorni so'rayapti. Quyon boqqanmisiz desam, yo'q deyishadi. Tayyorni oldi deylu. Bu tug'ish jarayonini mendan yaxshi tushunasiz. Quyon joyiga borib o'rganguncha 1 oy vaqt kerak. Восстановлениеga vaqt kerak. Vaqt kerak. Siz uni olib Adaptatsiyaga. Bu agar eplab yurgan odam bo'lsa, unga muammo emas. Boqib yurgan odam bo'lsa, lekin yangi odamga bu muammo-da. Shunday. Nobud bo'lib qolishi mumkin, boshqa narsa hamma narsa bo'lishi mumkin. Yangi quyonchilar quyonni olib borib qo'yishadi, bedani ham tashlashadi, po'chog'ini ham tashlashadi. Po'chog'ini, sabzini, suvini, hamma narsani tashlashadi, aralashtirib degan. Quyon nobud yo kasal bo'lsa, egasiga telefon qilishadi. Menga yomon quyon beribsiz. E'tiroz bildiradilar. E'tiroz bildirib, quyonni qaytarib oling yo pulimni qaytarib bering. O'shanga har doim shu aloqaga chiqqan odamga so'rayman, quyon boqqanmisiz yo'qmi? O'sha birinchi har doim minus tomonini aytaman-da. Shu kamchiliklarni aytib boraman. Shuni eshitgandan keyin shu plyus tomonni tushuntiraman. Bir xil odamlarga o'xshab birinchi ham plyus tomonni aytib yurmayman-da. Tushunarli. Tanganing ikkinchi tomoni ham bor-da. Yo'l qo'yilishi mumkin bo'lgan xatolarni oldini olish maqsadida avval akamizni ogohlantirasiz. Shu holatlarga tayyor bo'ladilar. O'shani bilish kerak-da, odam nimani olayotgan tirik jonzot-da. Uvorli bormi? Qadrli quyon ishqibozlar, ko'rib turibsizlar, misol uchun boshqa firmalarni yoki boshqa bir holatlarni obzor qilgan vaqtlarimizda quyonlarni faqat foydalarini gapirib, o'z mahsulotlarini o'tkazish maqsadida salgina boshqacharoq yondashuvni guvohi ham bo'ldik. Lekin akamiz bilan misol uchun hozir fermani obzor qilyapmiz. Aytayaptilarki, birinchi navbatda men quyon sotayotgan insonimni mana shu quyon turini boqish jarayoni haqida, uni foyda va zarari haqida baravar ma'lumotini berib o'tib ketaman deb aytdilar. Har qanday holatda misol uchun shu quyonni olib daromad qilaman desangiz agar, akamizga aloqaga chiqsangiz, aka inshaalloh mijozlarimizga o'zlarining qissatlariga hamma ma'lumotlarni berasiz, erinmasdan. Bemalol. Agar shu Nobodo telefon zaryadkada bo'lishi mumkin, yonida qaytib aloqaga chiqaman, Telegramdan ham yozishsa bo'ladi. Mendan quyon olishadimi, olishmaydimi? Men bilgan narsani o'rgataman. Alloh roziligi uchun aytaman. Endi u yog'i o'zligiga havola. Qilish qilmasligi. Men o'zimdan soxit qilaman, bor ilmim. Ko'pchilik 10 ta 20 ta olaman deydi, ularga ham aytaman. Quyon boqqanmisiz? Boqqanman desa bemalol, boqmaganman desa 2 tadan boshlang deyman-da. Kamdan boshlang. Odamlar 3-4 marta yem berib zerikib qolyapti-da. Qaramay qo'yishyapti, boshqa bo'lyapti. Hozir O'zbekistonda zotli quyonlar turi ko'p. Nimaga aynan Burgutni tanlagansiz? Endi menga buni go'sht yo'nalishi yoqdi-da. Go'sht yo'nalishi. Don boqqana go'sht beradi. Tirikligida ham bozori chaqqon, go'shtga ham ketadi. Endi to'g'ri, qimmat quyon ham boqsangiz bo'ladi. Hamma narsa bo'lishi mumkin. Endi buni misol sotilmay qo'ygan taqdirda endi hamma narsa bo'lishi mumkin. Rizq Allohdan, so'yib go'shtga topshira olasizda buni. Hoppa. Hozir mijozlarimiz bilan o'zimizning direktda ijtimoiy tarmoqlarda suhbatlarimiz bo'lib qoladi. Go'sht yo'nalishi boqiladigan quyoningiz bormi? Ha, bor. Mana misol uchun, например, kaliforniyskiy yoki italyanskiy xikol 150 ming so'm yoki 250 ming so'm parametr nima aytsa, pigmentlarga qarab, sifatlarga qarab narx qo'yiladi-ku.
savol beryaptilar, aka buningizni so'ysak necha kilo go'sht qiladi, menga necha pullik narx aytyapsiz deydi. Lekin ularga tushuntiramiz, aka bu zot O'zbekistonda misol uchun buni so'ygandan ko'ra buni ko'paytirish ayni jadallik bilan rivojlanyapti. Buni oyoqlang sotsangiz ham, meni olib ko'paytirib sotsangiz ham oyoqlar yaxshi sotasiz. Bo'lmagan taqdirda biron bir ulfatlar oldida bir yaxshiroqni misol uchun valima qilsa bo'ladi. Bo'lmadi degan uyligidek go'sht bo'ladi ko'paytirishsa. Qozonligi go'sht tushadi. Sotmagan taqdirda, lekin sotishsa ham bolasini baribir bozori chaqqoni, mana o'zingiz ham olib qo'ysangiz bo'ladi. Shuni olaylik mana. Odam baribir ishqibos qiladi-da. Ha. Alloh subhanahu subhanalloh deymiz, shunaqa bir go'zal jonzotlarni yaratgan. Bu jonzotlarga, bu hayvonlarga mehr beradigan inson oldidan ketgisi kelmaydi. Boshqa bir yumushlardan juda chalg'ib qoladi. Charchasangiz ham shu yoqqa ketasiz, dam olib chiqib ketasiz-da, ko'rib. Chalg'iysiz. Xayolimizga shu televizor, shu bitta spalni shu divan qilib, bir piyola choy qilib, shular bilan oldiga o'tirishni odam xayol qiladi. Shular eshitadi deydi-yu. Hozirda ham sotuvda bolalardan ham bor, tayyorlardan ham bor bo'lishi mumkin, shundaymi? Tayyor emas, erkaklari bor. Erkaklar ham, kattaroqlari, zotga xohlashsa bor. Keyin menda o'zi 2 oydan o'tmaydi-da urg'ochilar. Bitta bu yoqqa o'taylikchi. Sherzod chimaga aytdi? Ha. Bu yerda faqat ikkitanga baymiknami? Qabzam giraymi? Bu yerda faqat erkak quyonlar. Zotga boqilishga erkak quyonlar. Zot yo'nalishida misol uchun juda ham aniqligi bilan ishlar ekansiz, ko'rdik, guvoh bo'ldik. Qon boshqa farq qilinar ekan. Juda ham bir mukammal tarzda rejalashtirib, podrobniy borilar ekan. Shuning uchun ham misol uchun to'g'ridan to'g'ri kelib quyon olish misol uchun fermangizda ana ekanda salgina muammoroq bo'lar ekan. Oldindan to'ldi brom qilib qo'yilar ekan. Bu bejizga emas ekan. Ha, shu. Chunki ko'pchilik ishonmaydi-da, ideal tarzda. O'zingiz bilan ko'ryapsiz-ku. Sifat ideal tarzda. Yondashuv juda mukammal sifatli yondashilgan. Boshqa bir-biriga qo'shilishi yoki boshqa bir qon bir marta aralashi, unaqa narsa yo'q. Sabr va hafsala bilan sifatga ishlanilgan bu yerda. Faqat bilan yonda silinsa, yaxshi natija xudo xolisa erishishadi. Bu burgund quyonlarni plyusini aytdik. Misol uchun minus tomonimi menimcha deyarli bo'lmasa kerak. Minus tomoni endi setkada 10% oyog'i yara bo'lib qolyapti. Orqa poddermatit. Buni poddermatinni bo'lishini hisobi, chunki tana vazni og'ir ekanligi hisobiga. Bu ham 6 oydan keyin boshlanadi. U ham hammasi emas, 10 ta quyoningizdan bitta ikkitasi. Chunki bular bilishim bo'yicha 6 oylikdan o'tgan quyonlar 4,5-5 kilodan ortiq bo'lib ketgan. Mana shunaqa. Shuni hisobiga bo'lar ekan. Shuni hisobiga bo'ladi. Oddiy misol strakachi quyonlarni ham setkada boqib bo'lmaydi. Setkada boqib bo'lmaydi. Desa o'ylanib, baranni, flanderni bularga mumkin emas. Endi o'zini vazni bilan orqa oyog'ida yara bo'ladi. Hozirda 2 oyliklarni narxlari qanday? 2 oyligin narxi jupi 500 ming. Paraz 500 ming aytib o'tildi. Para qilinib beriladi. 45 kunliklarning 400 ming. Qaysi muddatda sotib olgani afzalroq? Endi men tavsiya qilaman 60 kunlikdan tepani. Quyon boqib yurgan odam bo'lsa, 45 kunlik bo'ladi. Chunki quyonda shunaqa narsa bor, quyonchilar o'zi biladi. 60 kunlik bo'lguncha muammoda yetkazib olguncha bolasini. Chunki organizm молочный kislota 60 kundan keyin ishlab chiqaradi-da. Ko'pchilik oladi shu 45 kunlik, 40 kunlik yo 30 kunlikni sotib olishadi. Xabari yo'q bundan. Ovqatni bosib beraverishadi. U qiynaladi. Onada ichib turardi sut orqali молочный kislotani, siz ajratdingiz uni, yana yetmaganligiga mijozga berib yubordingiz. U odam xabari yo'q, oldi, tezroq o'ssin deb ovqatni qo'yib beraveradi. U qorin ish kaktizios kasallik kelib chiqadi. Qadrli quyon ishqibozlari, mana shaxsan o'zim uchun ham hozir mana shu yerda yangilik bo'ldi. Misol uchun men o'ylardim shu sutni emmaganini hisobiga, sutni emsa oshqozonchasi yaxshi ishlaydi deb o'ylardim. Yo'q, bu yerda o'sha ona sutini ovqatni hazm qilish sistemasiga foydasi bor.
lekin buni biz ayirganimizdan keyin o'zini молочный kislota ishlab chiqaradigan anavlari hali yosh yosh. 60 kundan keyin chiqadi 62 63 kun o'zi ajratganingiz o'zida stressda bo'ladi bu yetmaganiga yana siz boshqaga berib yuborasiz endi mendan so'rab qo'yishmagani o'sha 45 kunlik sotuvga qo'yuvdim o'shani lekin olganlar jalba bo'lmayapti o'sha aytyapman kech payt ovqat bermaydi kamroq beringlar endi men real fit beraman universalni beringlar deyman agar real fit beradigan bo'lsangiz universalni beringlar 60 kunlik bo'lguncha deyman 60 kundan keyin tepa bo'lsa u premium beraveringlar deyman 60 kundan keyin quyon живучийroq bo'ladi o'zingizni xatoyingiz bilan o'ldirib qo'ymasangiz quyon uncha munchaga o'lmaydi bu yerda misol uchun mijozlarga berayotgan vaqtingizda misol uchun keyin kimdir salgina muddatidan oldin 50 kunlik yoki 45 kunlik muddatda ular sotib olishdi ular nima qilishlari kerak shuna borib kataklarga qo'ydilar boqish jarayoni qanday bo'lishi kerak quyon skvoznin yomon ko'radi -20 da ham turaveradi faqat shobodani yomon ko'radi shobodali joy turishi kerak emas keyin quyonni ustida shubasi bor issiqni yomon ko'radi issig'i yo'qroq o'shani yopiq xonani tavsiya qilaman faqat yopiq xonada ventilyatsiya tizimi yaxshi bo'lishi kerak yo fortichkalar oynalar o'zinikidek dim qilib qolishi kerak emas quyon ahamiyat kuchlida bitta ikkita quyonni bilinmaydi 50 ta 60 ta bo'lib ketadi-yu o'shanda bilinadi mana olishdi 50 kunlikni yo 45 kunlikni yemni ertalab berishgan yem kechgacha bo'lgan bo'lishi kerak o'shancha miqdorda berilishi kerak 60 kunlikdan o'tdi sanasini bilishadi endi sekin sekin kech paytini ko'paytirib borib 65 kunlik bo'ldi 24 soat yem turaversin yosh quyonchalarga berilishi mumkin bo'lmagan ko'plar lekin berib yuribdi lekin siz bilasiz bu mumkin emas nimalar misol uchun xom o't mumkin emas ho'l o't xom o't bedani ham ko'p berib bo'lmaydi quruq o't quruq bo'ladi ko'p emas bo'ladi ko'p emas kech paytga o'sha hashiyni tashlab qo'yishsa bo'ladi endi bir xil joylarda eshitdim hashiydan ham o'shani yovvoyi o'tlardan ham ichi surib yuboryapti deb eshitdimda bedani bergan boshlaganda yonbag'irlarda boshqa bir ekinlarga dorilar sepilgan bo'lsa changi yuqib shunaqa bo'lishi mumkin yoki ham chiya bo'rilar axlat tushib qoladi ulardan ham bo'lishi mumkin gija tushirib qo'yadi bu yoq tomonlari ham borda keyin suvga e'tiborli bo'lishsin ochuv idishda bo'lsa mana menda ham ochuv idishdayu buni har kun yuviladi tozalikka e'tibor kunda bir bu 3 kunda bir bir xil joylarda ko'rdim yashil bo'lib ketganda bu kasallik olib keladida payalkalar juda toza ozoda holatda turibdi aksariyat quyon fermalarida bunday emas juda top toza toza narsa bersangiz quyon ham kasal bo'lmaydida ijtimoiy tarmoqlarda terilgan quyonchilik gruppalarida muhokamali vaziyatlarga sabab bo'lyapti sabzi orqali ham quyonchalar o'lib qolyapti bo'lishi mumkin irigan bo'lishi mumkin tuprog'ini yuvib tashlash kerak tozalab yuvib tozalab po'choq bilan bersa tuprog'i gija tushiradi ko'p ham berish kerak emas o'rganmagan quyonga ozginadan ham boshlash kerak tushunarli bularni misol uchun 1 yil davomida boqyapsiz mavsumlarga qarab har xil profilaktika ishlari bo'lishi kerak chunki ferma katta chumaga qarshi koksidiyozga qarshi shu gijaga qarshi hamma shunaqalar olib borilinadi endi quyonni bilasiz boshqa hayvonlarga nisbatan kasal ko'tarmaydi kasal kelsa ulgurolmay qolasiz o'zingizlar ko'rib turibsizlar akamiz bu misol uchun fermaga qarashlari bo'sh vaqtlarida asosiy ishingiz boshqa bo'lsa kerak boshqa ishim bor asosiy ish boshqa akamiz lekin aytib o'tib ketdilar sir emas hamma ma'lumotni aytib o'tib ketaman dedilar borini aytamiz yo'g'i yo'q qadrli quyon ishqibozlari ko'rib turibsizlar har qanday mehr bilan parvarish qilingan zotdor quyonlar mehnat qilasizki uni mevasini natijasini albatta totasiz kimga misol uchun shunaqangi zotdagi shunaqangi go'sht protsenti juda baland bo'ladigan immuniteti kuchli bo'lgan quyonlarni boqish xohishi bo'lsa agar akamizni nomerlarini pastda telegram nomerlarini va o'zlari nomerlaridan qoldiramiz to'g'ridan to'g'ri aloqaga chiqaverasizlar faqatgina oldinroq harakat qilasizlar chunki akamiz sifatga ishlaydilar biz O'zbekiston bo'yicha o'zlarini obro'lari sezilarli darajada yuqori sifat har qachon ulug'lanadigan narsa shuning uchun xohish bormi salgina barvarroq aloqaga chiqasan akamizga qanaqangi holatga bo'lsa ham sizlarni xursand qilib beradilar va boqish jarayonida nima yo'l qo'yish mumkin bo'lgan xato kamchiliklarni oldini olib sizga kerakli bo'lgan maslahatlarni bemalol berib boradilar bu maslahatlar lekin oltinga teng maslahatlar bo'ladi